Assalomu alaykum. Uskuna Pro jamoasi siz uchun navbatdagi qulay biznes g'oyalaridan biri haqida so'zlaydi. Biz doim undan foydalanadigan, qolaversa dam olish maskanlariga borganimizda bozorlik ro'yxatimizdan doimiy o'rin oladigan mahsulot bu rulon salfetka hisoblanadi. Tabiiyki, bugungi kunda gigiyenik jihatdan umumiy joylarda qog'oz sochiqlar, ya'ni rulon salfetkalarni ishlatishni ko'pchilik mutaxassis doktorlar tavsiya qilishadi. Biz esa aynan shu biznesning asoslari haqida sizga so'zlab bermoqchimiz. Ko'rib turgan uskunangiz laminatsiyalik rulon salfetka ishlab chiqarish uskunasi hisoblanadi. Uskuna 380 volt kuchlanishda ishlaydi. Uskuna kuniga 500,000 kilogrammgacha bo'lgan xom ashyodan rulon salfetka ishlab chiqara oladi. Ishlab chiqarishda bizga sellyuloza xom ashyosi kerak bo'ladi. Bir o'ram salfetka og'irligi 400 gram. Agar biz unga vtulkani qo'shadigan bo'lsak, umumiy o'ramning og'irligi 435 gram bo'ladi. Liniya bir kun, ya'ni 10 soatda 500 kilogramm xom ashyodan 1250 o'ram salfetka ishlab chiqarsa, 26 kunda bu ko'rsatkich 32500 o'ram salfetkaga teng bo'ladi. Hisob-kitoblarimizga ko'ra, har bir salfetkaning tan narxi 7680 so'm. Har bir salfetkaning vtulkasi uchun 225 so'm sarflasak, umumiy tan narx 7905 so'm bo'ladi. Biz bozorda salfetkani ulgurji bahoda 15000 so'mdan sotsak, bizda bir oylik pul 40625 AQSh dollari bo'ladi. Keling endi oylik xarajatlar haqida gaplashamiz. Biz rulon xom ashyosi uchun bir oy davomida 20800 AQSh dollari sarflaymiz. Vtulka uchun esa 610 AQSh dollari. Qadoqlash paketi uchun biz 800 AQSh dollari pul sarflaymiz. 3 dona ishchi uchun 900 AQSh dollari, elektr uchun 400 AQSh dollari, ijara uchun esa 500 AQSh dollari pul sarflasak, bizda umumiy xarajat 24010 AQSh dollari bo'ladi. Yuqorida salfetka sotgan summamizdan umumiy xarajatlarni ayirib tashlasak, bizda qoldiq 16615 AQSh dollari bo'ladi. Biz 16615 AQSh dollaridan 2492 AQSh dollari daromad solig'i to'lasak, bizda sof foyda 14123 AQSh dollari bo'ladi. Agar sizga ushbu liniya yoki boshqa turli uskunalar qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.